2 million 150 millik Aramtek fonari bilan 700 millik Xitoy fonarini bir-biri bilan solishtirib ko'ramiz. Mana ko'rinishni o'zingizlar yaqindan ko'rishingiz mumkin. Aramtek ixcham temir, bu ham temir, sal qo'polroq ekan bu. Og'irligi bu og'irroq, lekin buni ichidagi turgan batareykasi bittasi 350 millik batareykalar. Xolisinglar tugasa zaryadga qo'ysanglar bo'ladi bemalol. Mana komplektni ko'rishingiz mumkin. Buning ichida sal arzonroq batareyka turibdi. Xolisinglar bunga qimmatroq batareyka qo'ysanglar bo'ladi. Bitta buni plyus tarafi, buni power bank qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu sim orqali, keyin buni o'zining anaqa linzalari bor, ranglarini o'zgartirsa bo'ladi. Endi buni sizlar bilan yoqib ko'rsatamiz. Aka, svetni o'chiring. Aramtekdan boshlaymiz yonishini. Mana yondi. Ko'rasizlar, har xil paytda ishlaydi. Tochni, xira, uzoq qilib ishlaturasizlar. Aslida buni Aramtek ko'proq ovchilar ishlatadi. Temirdan bo'lgancha xohlagan joyga yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Ko'rdinglar buni. Endi Xitoy fonarini solishtiramiz. Yoqib. Mana yonishi. Xira. Bu ikki xil paysasi. Keyin mana yana boshqa paysalari ham bor bunda ham mana. Ko'rayotganlaringiz. Signal. Ikkalasida ham shunaqa o'chib yonadigan signal paysasi bor. Keyin buni yana bitta plyus tarafi bor. Mana bu joylarini ko'rasizlar, fosfor bo'lib yonadi. Endi ikkalovini yoqib bir-biri bilan solishtiramiz. Mana buni yoqdim, buni yoqdim. Ko'rdinglar yonishini? Ko'rasizlar. Bu qo'limdagi Aramtek, bu Xitoy fonari. Qaysi biri sizlarga yoqdi, qaysi birini olmoqchisizlar? Narxiga arziydi mana ko'rinishi ham. Tepani ham olishini ko'rasizlar. Aka, svetni yoqoring. Endi kommentariyada izoh e'lon qoldiringlar, qaysi biri puliga arziydi? 2 million 150 millimi, 700 millimi? Ikkalasi ham temirdan fonarlar. Bitta like qilinglar. Hammaga rahmat.